Sharoshit tumanidagi Qirtiquzun universitet maktabi. Mayit bo'roni kuzatiladi. Mayit bo'ronini odamlar bosh og'rib qoladi, davleniyasi oshadi. Nega? Uni qanday ta'siri bor? Tamamda bo'ldim desin. Yozyaptimi bu guruh? Birinchi guruh. Ana bulardan Hozir shu fikrlang bo'lyapti. Fikrlar kengaytiravering, o'ylasa. Nimalaring bor? Kimyodan, biologiyadan, tabiiy fanlardan bilimlaring bor. Shularni qo'llanglar. Yoki oilaviy tajribadan fikrlaring bor. Ularni qo'llanglar. Kelib chiqishi mumkin bo'lgan salbiy yoki oqibatlar ijobiymi? Qon bosimi ko'tariladi. Immuniteti past bo'lgan insonlarda bosh og'riydi. Chaqnash natijasida o'z bilan zararli moddalarni olib keladi. Eng birinchi bu yosh magnit bo'ron qayerdan keladi degan savolga yer yuzida ko'tariladigan zaharlar borib, ozon qatlamiga borib buni zahar tejishiga yordam beradi. Keyin degan nurlarni 80% qaytarib yuboradi. Qanaqa nurlarni? Zararli. Ultrabinafsha nurlarini qaytarib yuboradi 80%ni. Qonsizlanish boshlanadi. Chunki magnit bo'ron bo'lgan paytda hamma qonsizlanib, ichida suvsizlik tanalarda suvsizlik his qilinadi va bosh og'rish unchalik bilmaydi, chunki sal bo'ladi. Hamma bo'ron qon bosimini ko'taradi va bosh og'rig'ini olib keladi. Bunga sabab quyosh nuridagi geliy elementi ko'payib ketadi va bosh aylanishi va hoz ko'tarish kuzatiladi insonda. Magnit bo'ronida atom muhitda changiz va zararli narsalar bu bizga kelib shunday kasalliklarni qo'zg'atadi. O'sha atmosfera havoga o'sha